Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Slayer. Bugungi videoda Grand Mobile'da o'zimning yangi ochgan oilamni sizlarga ko'rsataman. Qancha pul ketdi va nimalar bo'ldi, hammasini shu videoda bilib olasiz. Videoni oxirigacha albatta ko'ring. Ana endi oilamizning garajini ko'rib o'tamiz. Oilamizda hozircha 4 ta mashina bor. Bulardan BMW i4, 2 ta Audi RS Sportback va Mitsubishi mashinamiz bor. Va mana bularning ko'rinishi. BMW i4imiz 2 millionlik mashina hamma biladi va Mitsubishi mashinamiz ham 2 kellik mashina 2 millionlik va Audi Sportbackimiz esa 4,5 millionlik mashina. Xullas, mashinalarimiz bilan yaxshilab tanishib bo'ldilaring degan umiddaman va endi oilamizning nomini ko'rib o'tamiz. Oilamizning nomi Slayer bo'ladi. Hozircha oilamiz a'zolaridan 2 kishi, men va ukam. Xo'p, endi uyimiz adresini tushuntirib o'taman. Uyimiz Arzamas vokzalining tepasida joylashgan. Birinchi ko'chadan kelaverishdi 517-xonadon. Nihoyat uzoq kutgan kun ham keldi. Kerakli pullarni yig'ib o'z oilamni ochishga qaror qildim. Rostini aytsam, biroz hayajon ham bor edi. Endi esa oilamizni yanada kuchli qilish uchun yangi a'zolarni qabul qilamiz va birgalikda rivojlantiramiz. Xullas bolalar, shunaqa gaplar. Bu semyamizda o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Bu qonun qoidalarida o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol mana shu Telegram kanalimizga o'tib, bemalol qoidalar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Telegram silkasi kanalim shapkasida yoki kommentariyada bo'ladi. Bemalol o'tib, qoidalarni tanishib, bemalol lichkaga yozishlaringiz mumkin. Xullas, shunaqa gaplar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta dona like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Oldinda Grand Mobile bo'yicha yana juda qiziqarli videolar bo'ladi. Ko'rishguncha, xayr.